Hattoki bu turdagi operatsiyani ham mahalliy anesteziya ostida qilsa bo'ladi. Bemorimiz 68 yoshdalar. Bizga murojaatlari quloq pardasi tekshikligi va eshitish pastligi. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin, quloq pardasida katta defekt bor. Xudo xolasa endoskopik usulda yama beramiz. Bu operatsiyamiz mahalliy narkoz ostida o'tyapti. Amaki, yaxshimisiz? Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, zo'r. Oldin ta'kidlaganimizdek, har bir bemorda operatsiya vaqtida eshituv suyakchalarining reviziyasini amalga oshiramiz. Mana bu bemorimizda ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Suyakchalarni harakatini ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bemorimizga pardani o'zini qo'yib beramiz. Inshaalloh eshitishlari ham ko'tariladi. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa mana bitta kattagina teshik bor edi. Chiroyli pardalarni qo'yib berdik inshaalloh. Bu operatsiyamiz mahalliy og'riqsizlantirish ostida o'tdi. Amaki, yaxshimisiz? Yaxshi. Og'riqlar bo'lmadimi? Yaxshi, xursandmisiz? Xudo xolasa zo'r bo'ldi. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.